Mana shu joy qiynadi mana. Ikkinchi qavatga chiqdim-da. Uchinchi qavatda bor ekanda. 1 2 3 4 5 ta zinamlar chiqar ekan. Nima bu? Aytadi, nima san deydi. Bu manzarasi ham yo'q deb aytdi qizig'i. Почти bo'yim tiyapti. 1.90 lik ekan patadon. Kichkinagina joy qilib qo'yishgan. Nima endi bu, kim biladi buni? Biladiganlar bo'lsa kommentariyada yozib oringlar. Tushunmadimmi buni nimaligini? 16 yillik Bunyodkor mahallasiga kelganmiz. 2,5 so'tga tushgan, общий 5 ga tushgan ekan. Ikkita addin kitob qurgan ekan. Video davomida hammasini ko'rsataman. O'rtadan hali devor tortilmagan. Notariusda dokumentini kiyib bo'lib beramiz deyapti. Katta ko'chaga juda ham yaqin bo'lgan joyda joylashgan. Ko'chada yashil hududga ega. Ko'rib turganingizdek yaxshi darvozalar qo'yilgan. Uyda odam yashagan. 2,5 so'tu, 6 ta xona, podval 100%. Kelib ko'rsanglar, xudo xolasa, yoqsa baraka qilasizlar. Etiga qurib olsanglar bo'ladi keyinchaligiga. Ko'rib turganingizdek shunaqa chiroyligina zeleniy zonalari bor. Mana masjidga baraka bo'lsa, devorni o'zimiz tortib beramiz deyapti. Letniy kuxnyada qilib qo'yilgan, chiroyli o'choq qozonlar bilan. Bu yerda uyimizning fasad qismi juda ham chiroyli. Qurish eshigimizga bitta e'tibor berasizlar. Yo'ldan kiradigan joyimiz pastlik qilib ikkita zinali qilingan ekan. Shkaflari joylangan. Shunda chap qo'limizda to'g'ri mehmonlarni zalga olib kirib keturasizlar. Kattagina zal qilingan ekan. Ro'parada, eshikning ro'parasida hojatxona tashab ketilgan, shu mehmonlar uchun ikki xil variant qilib qo'yishgan ekan. Va oshxona qismi kattagina, kompaktni, juda ham chiroyli tushgan. Va ko'chaga chiqib ketadigan bitta eshigimiz bor, ikkinchi qavatga chiqib ketadigan zinamiz bor va podvalga tushadigan zinamiz. Podval qismiga tushib oldi. Burchakda kotelniy xona, bu yoq холодный xona qilingan. Bu yerda ortiqchalarni qo'yishga kichkinagina xonamiz bor ekan, mana koridorchi va bitta katta kino ko'rib o'tiradiganimiz sport zalni qilib qo'ysangiz bo'ladigan variant. Podvalimiz 100% bitmagan, eshiklar qo'yilmagan. Bir ikkita joyda aboylarni alishtirib olish kerak bo'lib qolgan ekan. Ikkinchi qavatga chiqar ekanmiz, bu yerda bir ajoyib joy bor ekan. Uchinchi qavat kichkina koridor deyman, boshqa hech narsa deyolmayman. Nimaga qilingan buni men ham tushunmadim. Tushunsangiz kommentariyada yozib ketinglar. Katta koridor bo'lgan ekan. O'ng tarafdan ko'rsatishni boshlayman. Bu yoqqa mehki mebel qo'yib, dam oladigan joy qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Yotoqxona. Ikkinchi qavatda bitta katta zalga xohlasanglar, yotoqxona qilib olsanglar bo'ladi. Родительский spalni ichida o'zini sanuzel bilan vanna qilingan ekan va yotoqxona. Va yana bitta общийga sanuzel tashalgan. Bu yerdan vanna qilib qilingan, juda ham akkurat, juda ham zo'r chiqqan ekan. Va 3-qavatimiz yonida bitta bolalar yotoqxonasi desek ham bo'ladi. Ushbu ko'rgan hovlilar narxi keladigan bo'lsa 188 ming dollar so'ralyapti. Sudi 1-2 ming 3 ming so'dasi bo'ladi. Kelib ko'ringlar, yoqsa baraka qilamiz. Sog' bo'linglar va salomat bo'linglar.